tadbirkorlar bugun shu Agrobankimiz Jizzax tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bo'ldi. Shu maqsadda tadbirkorlarni o'rganish, ularni murojaatlarini tinglash, bitmay qolgan muammolar bo'yicha shu o'zini suhbat qilishimiz kerak sizlardan. Shuning uchun agar kimlarga murojaat bo'lsa yoki istak bo'lsa bemalol murojaat qilishlari mumkin. Uchrashuvda maqsad Zavqlar vazir topganman. Choralarni o'shaga tushungan bilimlar kirib kerak yo'q. Kredit sohibini sohibini hozir takliflarni berasiz. Sohiblardan mahalla bankimiz bor, Spon Turk'un shu bo'yicha shug'ullanadi. Hozir takliflarni berasiz, skoring asosida ko'rib chiqadi. Tavsiyanoma olib kelasiz, tavsiyanoma asosida o'sha qaysi yo'nalish bo'yicha kredit olmoqchi istagingiz bo'lsa, o'sha yo'nalishingiz bo'yicha kredit ajratamiz. Shu yigitimiz bilan bog'lanasiz. Shu choralarni o'xshatadi. Kim yana? Men Obidova Laylo, Obodnetiydan turmush o'rtog'im bilan birga hunarmandchilikni rivojlantirish uchun 50 million kredit olmoqchimiz. Xo'sh, Obod mahalladan ham hozir o'zimiz tavsiyanomani olib kelasiz. Tavsiyanomani olib kelasiz mahallaga. U yigitimiz hozir ko'rib chiqadi. Sizga ham skoring asosida o'sha qonun doirasida 50 million kredit ajratamiz sizga.